Assalomu alaykum. Dangalga sotamiz. Kattaqo'rg'on shaharidan sizlarga ajoyib bo'lgan xonadon topib qo'yganmiz. Ushbu xonadonimiz yaqinda ta'mirdan chiqqan, umumiy maydoni 2 sotixdan sal kamroq. Darvozadan kirgandan tualet, hammom va bu yerga yozgi oshxona uchun gaz tochkalar qo'yilgan. Shuningdek, xonadonning to'rtta qismida mana bu yerga ikkita xonaga kirish uchun hol. Ushbu xonadonimizning birinchi xonasi bo'lib, 3 ga 7 padmanlari ham bor. Kelishiladigan bo'lsa, mana shunaqa mebellarimiz ham o'zini ichida qoladi. Hovlimizni sotuvchilarga bonus sifatida mana shunday gaz plitalarini tashlab ketadi. Xonadonimizning to'rtta qismida ikkinchi xonasi joylashgan, ikkinchi xonasi ham mehmonxonadek qilib qo'yilgan. Yevro remontlar qilingan. Ushbu xonadonimizda gaz, svet, suvlar bilan hech qanaqa muammosi yo'q. Shuningdek, kadastr hujjatlari ham hammasi joy-joyida. Ushbu xonadonimiz kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqamiz. Ushbu xonadonning manzilidan sizlarni tushuntiramiz. Xonadonning manziliga keladigan bo'lsak, Kattaqo'rg'on shahar eski vokzal tarafda joylashgan.